Salom meni azizlarim, salomatmisiz? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun juda ham shoshilinch uy vazifa tayyorladik. Shu sababdan 4-sinf 30-betdagi 10-11 misollar berilgan. Men faqat bugun 11-misolni tushuntirib beraman. Masalani 10-si esa sizlarga qoladi. Xo'p, eslatib o'taman, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini albatta bosib qo'ying. Izohlarda siz bizni qaysi viloyatdan kuzatyapsiz va sizlar bilan birga ketyapmizmi yoki sizlardan qolib ketyapmizmi uyga vazifa tayyorlashda yoki sizlardan o'tyapmizmi, qay birimiz birinchi ketyapmiz, shu haqida ham izohlarda yozib qoldiring. Xo'p, demak 4-sinf 11-misol 30-betdagi ishlashni boshlayman. Sxema chizing va masalani yeching debdi. Toshkentdan Farg'onagacha bo'lgan avtomobil yo'lining uzunligi 328 kilometrni tashkil etadi. Mana Toshkentdan Farg'onagacha 328 kilometrni tashkil etadi. Xo'p, Toshkentdan Farg'onaga qarab avtomobil 56 km/s tezlik bilan harakatlandi. Demak, Toshkentdan Farg'onagacha V1 teng ekan 56 km/s, ya'ni 1 soatda 56 km yo'l yuryapti ekan. Endi Farg'onadan esa Toshkentga qarab ikkinchi mashinamiz yo'lga chiqqan. Uning tezligi esa 62 km/s bilan yuryapti ekan. Xo'p, 62 km/s. Xo'p, 2 soatdan keyin avtomobillar orasidagi masofa qanchani tashkil etadi deyilgan. Demak, 1 soatda 56 km/s ni tashkil qilayotgan bo'lsa, deylik, mana bu joygacha 56 km yurildi desak, birinchi soatda. Ikkinchi soatda yana 56 km yurdi deylik. To'g'rimi? Mana. Demak, 2 soatda V1imiz teng ekan 56 ni ko'paytiramiz 2 ga yoki 56 ni qo'shamiz 56 ga. Qo'shamiz 56 ga. Ya'ni 1 soat 56 km, ikkinchi soatda ham 56 km. Qancha kilometr yo'l yurgan bo'ladi? Qo'shishni boshlaymiz. 6 ga 6 ni qo'shsak 12, biri dilda, 5 ga 5 ni qo'shsak 10, dildagi 1 bilan 11, demak 112 km yo'l yurgan. Demak, mana bu joygacha Toshkentdan Farg'onaga chiqqan mashinamiz 2 soatda mana shu joyga keldi. 112 kilometrni tashkil qildi. Ya'ni koordinata o'qi desak 112-nuqtada turibdi. Endi V2miz. Xo'p, V2miz 62 km yurgani. Mana bu joygacha 62 yurgan bo'lsa, keyingisida ham 62 yurgan, ikkinchi soatda ham 62 km yurgan. Demak, mana bu joyda to'xtayapti. Xo'p, 62 ni ko'paytiramiz 2 ga yoki 62 ga 62 ni qo'shamiz. 2 ga 2 ni qo'shsak 4, 6 ga 6 ni qo'shsak 12, mana 124 km yuribdi. Demak, mana bu joyda 124-kilometrda ekan. Bizga ularni orasidagi mana bu masofani toping deyapti. Ya'ni uni topish uchun biz 328 dan ayirishimiz kerak 112-koordinata bilan 124-koordinatani. Demak, 112 ga qo'shib olamiz 124 ni teng birliklar xonasini qo'shib birliklar xonasiga yozaman. 2 ga 4 ni qo'shsak 6, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 1 ga 1 ni qo'shsak 2. 236 kilometr ekan. Ana endi biz mana bu Toshkentdan Farg'onagacha bo'lgan masofadan ular bosib yurib qo'ygan masofani ayirsak, ular orasidagi masofa kelib chiqadi. Demak, 328 kilometrdan ayirsak 236 kilometrni. Demak, 8 dan 6 ni ayirsak 2, birliklar xonasiga 2 yozaman. 2 dan 3 ni ayira olmayman. 3 dan 1 qarz olib 12 dan 3 ni ayiraman. 12 dan 3 ni ayirasam 9. Xo'p, mana bu joyda 2 qoldi. 2 dan 2 ni ayirsam 0 yozmayman. Demak, 92 kilometr. Demak, 92 kilometr ekan. Javob: ular orasidagi masofa masofa 92 kilometr. Mana aziz o'quvchilar, sizlarga vazifani tayyorlab bo'ldik. Demak,
vazifamiz skrinshot qilib ekraningizga tashlab beriladi va siz videoni pauza qilib ko'chirib olishingiz mumkin. Bugun ozgina darslarimiz kechga qolib qoldi, shuning uchun ming bor uzr. Albatta sizlar qaysi vazifaga keldingiz, qaysi betga keldingiz, shu haqida albatta yozib keting va bizni qayerdan kuzatayotganingizni ham yozib keting. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. 10-misol sizga.